qilayotgani yo'q. Bir necha daqiqa avval shu kasalxonada insonlar bir-birlariga yordam qo'lini cho'zdilar. Ammo insoniylik tuyg'usi afsuski faqat boshimizga musibat tushganda uyg'onadi. Hammamiz shunday bandamizki, hatto bir-birimizga boqishga ham vaqtimiz yo'q. Biz faqat telefonlarga, kompyuterga yoki televizorga qaraymiz. Boshimizga og'ir kulfat tushgandagina bir-birimizga achinishni boshlaymiz. Qolgan vaqtimizni esa ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazamiz. Yaqinlaringiz haqida qayg'uring. Ularni yaxshi ko'ring, yordam bering ularga. Har birimizning ichimizda qaysidir ma'noda vahshiylik tuyg'usi bor. Faqat bu xayrafda bu tuyg'u 15% ni tashkil qilardi. Bizda esa 4%. Er alamini xotinidan va farzandlaridan oladi. Boshliq qo'l ostidagilardan, politsiya esa oddiy fuqarolardan oladi. Bu xayrafning umriga zomin bo'lgan xastalikdan ozmi ko'pmi hammamiz ham qiynalamiz. Bu kasallik bizni yo'q qilmasdan turib, unga bas kelishimiz lozim. Tanimagan insonlarimizga yordam qo'lini cho'zish unchalik qiyin emas. Aksincha bu insoniylik burchimizdir.